Mana shunday ahvolda qoldi. Shunchalik rasxod. Mana shunday bir tim bo'ldi. Kimga murojaat qilamiz? O'zbekistonda prezidentimiz shunchalik sharoit tadbirkorlar uchun sharoit qilib berdi, lekin bu yoqdagilar ishlamayotsa ekan. Men YouTube'da ishlardim, lekin hech ishonmasdim. Mana shunday ahvolga tushib o'tiribmiz. Mana bu qachondan beri solingan, lekin bunga hech kim chora ko'ra olmaydi. Yo'lni tagida nima qilgan? Bular haligi bu yerni nima qilib bizdan shantaj qilib pul olmoqchi bo'lib yurgan, Maqsud deganni nimalari aslida bu yerda Maqsud nima qilibdi? Alimovmi? O'sha Maqsudning nimasi? O'sha bu yerga dokument ham to'plaganlar. Hokim o'zi to'plab berib, hamma prokuror, hamma shu tomonlama. Mana shunday ahvolda o'tiribmiz. Bilmayman, bir chora ko'rishni bir yuqori tashkilotlardan so'rab qolardik.